Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim xabarni tushuntirib beraman. Pensiyalarni oshirish bo'yicha qaror qabul qilindi va bu masala endi yakuniy tartibda amalga oshirilishi kerak bo'lgan jarayonga aylandi. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, balki ularning farzandlariga, nabiralariga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironligi bo'lgan fuqarolarga, ya'ni deyarli har bir xonadonga tegishli. Agar oilangizda pensiya oluvchi ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, nogironlik pensiyasi oladigan yaqinlaringiz yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan insonlar bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki pensiya oshirilganda hamma pul qachon tushishini, qancha qo'shilishini, kimlarga avtomatik qayta hisoblanishini, kimlar esa hujjat topshirishi kerakligini bilmaydi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p odam o'z haqqini vaqtida talab qila oladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiya miqdori bir marta tayinlangandan keyin u deyarli o'zgarmaydi. Faqat umumiy oshirish bo'lsa ko'tariladi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tizimida bir nechta muhim omillar bor. Ish staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi qo'shimcha ustama, eng kam pensiya miqdori, bazaviy hisoblash miqdori, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari soni va boshqa mezonlar. Oldin ko'p fuqarolar pensiya oshgani haqida eshitardi, lekin amalda kimdir ko'proq, kimdir kamroq qo'shimcha olardi. Ba'zilar esa nega qo'shimcha juda oz bo'ldi deb hayron bo'lardi. Sababi pensiya oshishi har doim ham hamma uchun bir xil summa degani emas. Ayrim hollarda foiz asosida oshiriladi, ayrim hollarda eng kam miqdorlar ko'tariladi, ayrim hollarda esa alohida toifalarga ustama beriladi. Endi nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shuki, pensiyani oshirish bo'yicha qaror qabul qilingandan keyin pensionerlarning to'lovlari qayta ko'rib chiqiladi. Bu jarayon odatda avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni har bir pensioner alohida borib ariza yozishi shart bo'lmasligi mumkin. Lekin men ekspert sifatida shuni alohida ta'kidlayman. Avtomatik degani siz umuman tekshirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Chunki tizimdagi ma'lumotlar eski bo'lishi, bank kartasi faol bo'lmasligi, yashash manzili o'zgargan bo'lishi, ayrim hujjatlar vaqtida kiritilmagan bo'lishi mumkin. Pensiya oshirilishi nimani anglatadi? Bu pensionerning har oy oladigan daromadi ortadi degani. Lekin bundan ham muhimroq jihat bor. Oshirilgan pensiya asosida keyingi oylar to'lovlari ham qayta shakllanadi. Masalan, ilgari 1 million 200 ming so'm pensiya olgan fuqaro yangi tartibdan keyin 1 million 350 ming yoki 1 million 420 ming so'm olishi mumkin. Aniq miqdor har bir insonning pensiya hujjatlariga bog'liq. Shuning uchun men bu videoda faqat umumiy xabarni emas, balki har bir oila amalda nima qilish kerakligini ham tushuntiraman. Asosiy qism nimalarni bilish kerak. Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi navbatda pensiya oshishi bir nechta guruhga ta'sir qiladi. Birinchi guruh yoshga doir pensiya oluvchilar. Bular odatda mehnat staji yetarli bo'lgan, belgilangan yoshga yetgan fuqarolardir. Masalan, erkak kishi uzoq yillar zavodda ishlagan, ayol kishi maktabda, shifoxonada, bog'chada yoki boshqa tashkilotda ishlagan bo'lishi mumkin. Ularning pensiyasi ish staji va ish haqi asosida hisoblangan bo'ladi. Qaror kuchga kirgach, bunday pensionerlarning pensiyasi qayta hisoblanadi va oshirilgan miqdor keyingi to'lovlarda aks etadi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda nogironlik guruhi mehnatga layoqat darajasi, avval ishlagan yoki ishlamaganligi, pensiya tayinlangan sana kabi jihatlar muhim. Masalan, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsa, uning to'lovi umumiy oshirish doirasida ko'tarilishi mumkin. Agar u eng kam pensiya darajasida olayotgan bo'lsa, eng kam miqdor oshirilganda uning pensiyasi ham shunga mos ko'tariladi. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu ko'pincha juda nozik masala. Oilada ota yoki ona vafot etgan, voyaga yetmagan farzandlar qolgan yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lishi mumkin. Bunday oilalar uchun har bir qo'shimcha summa juda katta ahamiyatga ega. Masalan, 2 nafar voyaga yetmayotgan farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, oshirilgan tartib ularning umumiy oylik daromadiga ta'sir qiladi. Agar ilgari har bir farzand uchun ma'lum miqdor to'langan bo'lsa, qayta hisoblashdan keyin umumiy to'lov ortishi mumkin. 4-guruh ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Ba'zi insonlar to'liq mehnat stajiga ega bo'lmasligi mumkin, lekin qonunchilikda belgilangan asosda ularga ijtimoiy nafaqa tayinlangan bo'ladi.
bu guruhga ham e'tiborli bo'lish kerak. Chunki ko'pincha odamlar men pensiya emas, nafaqa olaman, demak menga aloqasi yo'q deb o'ylashadi. Aslida ayrim qarorlar pensiyalar bilan birga nafaqalar, kompensatsiyalar va qo'shimcha to'lovlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun to'lovingiz nomi qanday ekanini bilib oling. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Endi real hayotiy misollarga o'tamiz. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi Ottaxon, yoshli Ottaxon 2.500.000 so'm pensiya oladi. U 35 yil ishlagan, lekin ish haqi rasmiy hujjatlarda juda yuqori ko'rsatilmagan. Pensiya oshirilgandan keyin u foizli oshirish doirasida qo'shimcha olishi mumkin. Agar oshirish masalan 10% bo'lsa, uning pensiyasi 1.500.000 so'mga oshib 1.600.000 so'mga chiqishi ehtimoli bor. Lekin bu faqat oddiy tushuntirish uchun misol. Amalda hisob-kitobda ustamalar, minimal miqdorlar va boshqa ko'rsatkichlar ham hisobga olinadi. Ikkinchi misol, Samarqandda yashovchi 62 yoshli ayol pensiyaga chiqqan. Lekin uning ish staji kamroq bo'lgan. U 9.000 so'm atrofida pensiya olgan. Agar yangi qarorda eng kam pensiya yoki minimal kafolatlangan to'lov oshirilgan bo'lsa, bunday fuqarolarga oshirish yanada sezilarli bo'lishi mumkin. Ya'ni foiz bilan hisoblaganda kam ko'rinadigan qo'shimcha minimal chegara ko'tarilgani sababli kattaroq bo'lishi ehtimoli bor. Uchinchi misol, Andijonda yashovchi oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Onaning qaramog'ida 2 farzand bor. Ular har oy belgilangan miqdorda to'lov oladi. Pensiya oshirilganda har bir farzand ulushi qayta hisoblanishi mumkin. Agar oila oldin jami 1.700.000 so'm olgan bo'lsa, yangi tartibdan keyin bu miqdor 1.200.000 yoki undan ortiq bo'lishi mumkin. Bu farzandlarning maktab xarajatlari, kiyim-kechak, oziq-ovqat va dori-darmon uchun muhim yordam bo'ladi. To'rtinchi misol. Qashqadaryoda yashovchi nogironligi bo'lgan fuqaro har oy nogironlik pensiyasi oladi. U dorilar uchun doimiy xarajat qiladi. Pensiya oshishi unga faqat qo'shimcha pul emas, balki hayot sifatini biroz yaxshilash imkonini beradi. Masalan, oldin dori uchun pensiyasining 3dan 1 qismini sarflagan bo'lsa, pensiya oshgach kommunal to'lov yoki oziq-ovqatga ham oz bo'lsa-da yengillik bo'ladi. Kim xavotir olmasligi kerak, agar sizning pensiya hujjatlaringiz to'liq bo'lsa. Pensiya bank kartangizga yoki pochta orqali muntazam tushayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, odatda qayta hisoblash avtomatik amalga oshiriladi. Bunday holatda siz shunchaki keyingi to'lovni kuzatasiz. Pensiya miqdori oshgan-oshmaganini tekshirasiz. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiya tayinlangandan keyin siz qo'shimcha ish staji bo'yicha hujjat topshirgan bo'lsangiz, lekin natijasini bilmasangiz. Ikkinchidan, eski mehnat daftarchangizdagi ayrim yozuvlar noaniq bo'lsa. Uchinchidan, familiya, ism, otasining ismi o'zgargan bo'lsa. To'rtinchidan, bank kartangiz muddati tugagan yoki hisob raqamingiz yopilgan bo'lsa. Beshinchidan, pensiya olayotgan shaxs vafot etgan, lekin oila to'lovlar bo'yicha huquqini aniqlashtirmagan bo'lsa. Oltinchidan, nogironlik guruhi bo'yicha qayta tibbiy ko'rik muddati kelgan bo'lsa. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat pensiya oshirilishi to'lov sanasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, qaror ma'lum sanadan kuchga kiradi. Agar pensiya sizga oy boshida tushgan bo'lsa, oshirilgan qismi keyingi oyda yoki alohida qo'shimcha to'lov sifatida berilishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga tushdi, menga tushmadi. Demak, meni unutishdi deb darhol xulosa qilish kerak emas. Bank, pochta, hududiy bo'limlar va to'lov reyestrlari bo'yicha vaqt farqlari bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, hamma pensionerga bir xil summa qo'shilmaydi. Bu juda muhim. Ayrimlar 1000 so'm qo'shimcha oladi. Ayrimlar bittaqasini 1000, ayrimlar 2000'ini 1000, ayrimlar esa minimal miqdorlar oshgani uchun undan ko'proq farq sezishi mumkin. Buning sababi shundaki, pensiya hisoblash bazasi har xil. Kimdir katta staj bilan chiqqan, kimdir kam staj bilan chiqqan, kimdir ustama oladi, kimdir ololmaydi. Uchinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lovlar har doim ham pensiyaning asosiy qismiga bir xil ta'sir qilmaydi. Ba'zi ustamalar alohida hisoblanadi. Masalan, ayrim toifalarga belgilangan ustamalar, parvarish bilan bog'liq to'lovlar yoki kompensatsiyalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz olgan umumiy summa oshgan bo'lsa ham, uning ichida qaysi qismi asosiy pensiya, qaysi qismi ustama ekanini bilish foydali. To'rtinchi nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ko'p insonlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi.
ba'zilar bozor, maktab, xususiy korxona, qo'riqlash xizmati, tibbiyot, ta'lim yoki tadbirkorlik sohasida ishlaydi. Ishlayotgan pensionerning pensiyasi ham umumiy oshirish doirasida ko'tarilishi mumkin. Lekin uning keyingi qayta hisob kitoblari qo'shimcha rasmiy daromad va sug'urta badallari bilan bog'liq bo'lishi ehtimoli bor. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, keyinchalik qo'shimcha staj yoki daromad hisobga olinishi mumkinmi? Buni albatta pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlang. 5-nozik jihat: norasmiy ishlagan yillar. Juda ko'p odamlar hayoti davomida og'zaki kelishuv bilan ishlagan, lekin hujjatda aks etmagan. Pensiya oshirilganda bunday yillar o'z-o'zidan stajga qo'shilib qolmaydi. Agar sizda arxiv ma'lumotlari, buyruq nusxalari, ish haqi vedomoslari, mehnat shartnomalari, guvohnomalar bo'lsa, ularni topib hujjatlashtirish kerak. Pensiya oshishi umumiy qaror bo'lsa-da, sizning shaxsiy pensiyangiz miqdori hujjatlarda ko'rsatilgan ma'lumotlarga bog'liq. 6-nozik jihat: kartaga pul tushmasligi. Ayrim pensionerlar pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida esa bank kartasi muddati tugagan bo'ladi. Ba'zan SMS xabarnoma ulanmagan bo'ladi. Ba'zan pul tushgan, lekin karta bloklangan. Ba'zan pochta orqali oladigan fuqarolar manzil o'zgarganini bildirmagan bo'ladi. Shuning uchun muammo pensiya hisoblanmaganda emas, to'lov yetib bormaganida bo'lishi ham mumkin. 7-nozik jihat: vafot etgan pensionerning to'lanmay qolgan pensiyasi. Agar oila a'zosi pensiya olayotgan bo'lsa va u vafot etgan bo'lsa, ayrim hollarda uning olinmay qolgan pensiyasi yoki dafn bilan bog'liq nafaqa masalalari yuzaga keladi. Bunday holatda yaqin qarindoshlar hujjat bilan murojaat qilishi kerak. Bu mavzuni ko'pchilik gapirishni noqulay deb biladi, lekin amaliy hayotda bu ham oilalar uchun muhim moliyaviy masala. 8-nozik jihat: firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya oshishi haqida xabar chiqqanda ayrim firibgarlar pensiyangizni tez oshirib beramiz, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring, hujjatni biz hal qilamiz deb aldaydi. Hech qachon bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, PIN kodni, SMS tasdiqlash kodini begona odamga bermang. Pensiya jamg'armasi xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib, pensiya oshishi uchun kartangizni tasdiqlash kerak desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: oxirgi olgan pensiya summangizni yozib qo'ying. Telefoningizdagi bank ilovasidan, SMS xabardan yoki pochta kvitansiyasidan ko'ring. Masalan, iyun oyida qancha oldingiz, iyul oyida qancha tushdi, farq qancha bo'ldi? Ko'pchilik aniq raqamni bilmagani uchun oshmaganini tushunmaydi. Ikkinchi qadam: pensiya turi va asosini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni bilish uchun pensiya tayinlangan hujjat, pensiya jamg'armasi bo'limidagi ma'lumot yoki My.Bob.uz kabi elektron xizmatlar orqali tekshirishingiz mumkin. 3-qadam: hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish staji bo'yicha ma'lumotnomalar, harbiy xizmat hujjatlari, diplom bo'yicha tegishli davrlar, farzand parvarishi bilan bog'liq hujjatlar, nogironlik to'g'risidagi tibbiy xulosa. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Men hammaga bir xil hujjat kerak demayman, lekin o'zingizga tegishli hujjatlar tayyor bo'lsa, istalgan tekshiruvda qiynalmaysiz. 4-qadam: agar pensiya oshmagan bo'lsa, darhol vahima qilmang, lekin tekshiring. Avval bank ilovasini ko'ring, karta faolmi, hisob raqam to'g'rimi, SMS kelganmi? Keyin mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda mening pensiya to'lovim yangi oshirish tartibi bo'yicha qayta hisoblanganmi? Qayta hisoblangan bo'lsa, qaysi sanadan va qancha miqdorda deb so'rang. Mana shu savolni aniq berish kerak. Nega menga kam tushdi desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq savol bersangiz, aniq hisob kitob talab qilasiz. 5-qadam: yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma murojaat kuchliroq. Siz tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki ishonch telefoni orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ariza ism familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va muammo mazmunini yozing. Masalan, menga tayinlangan yoshga doir pensiya miqdori pensiyalar oshirilishi haqidagi qarordan keyin qayta hisoblanmaganini tushuntirib berishingizni. Qayta hisob kitob jadvalini ko'rsatishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam:
Agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat topilgan bo'lsa, uni albatta topshiring. Masalan, eski korxonada 5 yil ishlagansiz, lekin mehnat daftarchasida yozuv xato yoki muhr noaniq. Arxidan ma'lumnoma olsangiz, pensiyangiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu oshirish qaroridan alohida masala bo'lsa-da, umumiy pensiya miqdoringizga ta'sir qilishi mumkin. 7-qadam. Oilangizdagi keksa insonlarga yordam bering. Ko'p bobolarimiz va buvilarimiz telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Hujjatlarni tekshira olmaydi, navbatda turishga qiynaladi. Farzandlar. Nabiralar sifatida ularga yordam berishimiz kerak. Birgalikda bankdan ko'chirma oling. Pensiya bo'limiga boring, savollarni yozib boring. Keksa inson borib so'rashga uyalaman deb yurmasligi kerak. Bu uning haqqi. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Tuman bo'limi tushuntirmasa yoki hisob kitobni aniq bermasa, viloyat darajasidagi pensiya jamg'armasiga, tegishli vazirlik tizimiga yoki rasmiy elektron portal orqali qayta murojaat qilish mumkin. Har bir murojaat ro'yxatdan o'tishi va unga javob berilishi kerak. Telefonda gaplashib qo'yish bilan cheklanib qolmang. Iloji bo'yicha ariza raqamini saqlab qo'ying. Yana bir amaliy maslahat. Pensiya oshgandan keyin oilaviy byudjetni qayta ko'rib chiqing. Qo'shimcha 100 ming yoki 200 ming so'm katta pul emasdek tuyulishi mumkin, lekin uni dori darmon. Kommunal to'lov, oziq-ovqat zaxirasi yoki qarzni kamaytirishga yo'naltirsangiz foydasi seziladi. Ayniqsa, doimiy dori ichadigan pensionerlar uchun qo'shimcha pulni rejasiz sarflab yubormaslik muhim. Demak, bugungi eng muhim xulosa shuki, pensiyalarni oshirish bo'yicha qaror qabul qilingan bo'lsa, bu ko'pchilik pensionerlar uchun real daromad oshishi degani. Lekin har bir insonning pensiyasi bir xil oshmaydi. Miqdor pensiya turi, staj, hujjatlar, ustamalar, minimal kafolatlar va to'lov tartibiga bog'liq. Kimning hujjatlari to'liq va to'lov kanallari tartibda bo'lsa, ko'pincha oshirish avtomatik aks etadi. Kimda eski hujjatlar, karta muammosi, manzil o'zgarishi yoki qo'shimcha staj masalasi bo'lsa, albatta tekshirish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq oilangizdagi pensionerlarning oxirgi to'lovini tekshiring, yangi tushgan summa bilan solishtiring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. O'z haqqingizni bilsangiz, hech kim sizni chalkashtira olmaydi. Sizning oilangizda pensiya oshdimi yoki hali eski miqdorda tushyaptimi? Qaysi viloyatdan tomosha qilyapsiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham o'z hududidagi vaziyatni solishtirsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensionerning haqqi va har bir oilaning daromadiga bevosita ta'sir qiladi.